Farg'onada organ xodimlari futbol muxlislarini kaltakladi. Sergey Bezrukov O'zbekiston bo'yicha gaplarga aniqlik kiritdi. Zelenskiy bor kuchi bilan jang qilishda davom etadimi? Hukumat poytaxti havosini yaxshilash uchun nimalar qilmoqchi? Turkmaniston va O'zbekistonning g'arbiy hududlari deyarli suvsiz qolishi mumkin. AQSh yaqin kunlarda Venesuela prezidentini hokimiyatdan ag'darishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari AQShning tinchlik rejasi qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz Rossiyada ishlayapsizmi va hujjatlar bilan qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy, tezkor va ishonchli xizmatlarni taqdim etamiz. Registratsiya, trudовой договор, udemleniya va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi viza. Hammasi qonuniy, ishonchli va eng muhimi tezkor. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlar orqali bog'laning. Turkmaniston va O'zbekiston g'arbiy hududlari deyarli suvsiz qolishi mumkin. Afg'oniston Qo'shtepa kanalini to'liq quvvatga ishga tushirganidan keyin Gigant irrigatsiya kanali qurilishi 2022-yil martda boshlangan. Turkmaniston va O'zbekistonning g'arbiy hududlari deyarli suvsiz qolishi mumkin. Kanal Amudaryo suvining 15% dan ziyodini olib, Afg'onistonning 550 ming gektar quruq yerlarini sug'orishga yo'naltiriladi. Birinchi qism 2023-yilda ishga tushirilgan. Ikkinchi bosqich qurilishi faol davom etmoqda va yakunlanishi arafasida. Qo'shtepa qurilishi hozirning o'zida Markaziy Osiyoda suv tanqisligi muammosini kuchaytirgan. Toshkentdagi Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti filiali dotsenti, falsafa fanlari nomzodi Ravshan Nazarovning aytishicha, agar Rossiya Markaziy Osiyoga suv masalasiga yordam qilmasa, mintaqani ommaviy migratsiya kutmoqda. Hukumat poytaxt havosini yaxshilash uchun nimalar qilmoqchi? Avvalroq prezident Ekologiya vazirligini Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasiga aylantirish to'g'risidagi farmonni imzolagani haqida xabar berilgandi. Hujjat bilan ekologiya sohasi bo'yicha yangi choralar dasturi tasdiqlandi. Yil oxirigacha mazut va shunga o'xshash yuqori ifloslantiruvchi yoqilg'ilardan foydalanishning oldi olinadi. Shu bilan birga javobgarlik kuchaytiriladi. 1-dekabrdan respublika bo'yicha oyoqishlarda A80 benzini sotilishining oldini olish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatiladi. Dekabr oyidan Toshkent shahrida yuk tashuvchi transportlar harakati tig'iz vaqtlarda cheklanadi. 2026-yil martigacha ekologik talablarni belgilaydigan qurilishda ekologik faoliyat standarti ishlab chiqiladi. Kelasi yil aprelga shamol yo'nalishlari va tezligini hisobga olgan holda qurilishni amalga oshiruvchi standart ishlab chiqiladi. 2025-yil noyabr oyi oxirigacha Yashil Toshkent loyihasini amalga oshirish bo'yicha respublika ishchi guruhi tuziladi. Ishchi guruh Toshkentda ko'kalamzorlashtirish, yashil hududlar maydonini ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Respublikada 18 ta dendrologiya va 15 ta botanika bog'lari tashkil etiladi. Obodonlashtirish xizmatlari va yashil hudud demo faoliyati takomillashtiriladi. Sergey Bezrukov O'zbekiston bo'yicha gaplarga aniqlik kiritdi. 2025-yil 23-noyabrda mashhur aktyor Sergey Bezrukov o'zining ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan so'zlarga izoh berish uchun video murojaat chiqardi. Aktyorning aytishicha, u dastlab bu masalada izoh bermoqchi emasdi, ammo ko'plab izohlar va noto'g'ri talqinlar uni izoh berishga majbur qildi. Bezrukov onlayn maydonda uning so'zlariga nisbatan salbiy munosabatlar paydo bo'lganini ko'rganini ta'kidladi. Ayrim foydalanuvchilar uning hikoyasini o'zbek tiliga yoki xalqiga nisbatan hazil sifatida qabul qilgan. Aktyor esa bunday niyatda bo'lmaganini qayd etdi. U faqat Toshkentda 4 yil avval bo'lgan voqeani hikoya qilganini aytdi. Gap shundaki, u kechki payt Tatyana Yesenin haykali oldiga gul qo'yish uchun borgan va bu sababli qabristonni kechasi ochishgan. Bezrukov bu voqeani har doim samimiy va ijobiy ohangda hikoya qilganini, ilgari bunday munosabatga duch kelmaganini, na Rossiyada va na O'zbekistonda salbiy fikrlar bo'lmaganini ta'kidladi. Shuningdek, aktyor O'zbekistonga bo'lgan iliq munosabatini alohida qayd etib, bu yerda qanday iliq qabul qilinishini yaxshi bilishini va o'zi ham bu samimiylikka javob qaytarishini bildirdi. U o'z qahramonlarining mashhurligini va o'zbek san'atkori Mahmudov bilan ko'p yillik do'stligini eslatib o'tdi. Murojaatining yakunida aktyor tomoshabinlarni vazminlikka, hissiyotlarga berilmaslikka va shoshilib xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Eslatib o'tamiz, Bezrukovning O'zbekistonga qilgan safar natijasida bergan intervyusi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama sabab bo'ldi. O'zbek auditoriyasi aktyorning mahalliy aholi nutqini tanqid qilganini yoqtirmagan edi.
Farg'onada organ xodimlari futbol muxlislarini kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida futbol muxlislari huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan kaltaklangani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi munosabat bildirgan. Uning aytishicha, 22 noyabr kuni Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tgan Neftchi va Qizilqum jamoalari o'rtasidagi futbol o'yini boshlanishidan oldin stadionning 2-son nazorati o'tish joyida fuqarolar tartib bilan hududga kiritilayotgan vaqtda bir nechta chiptasiz shaxslar stadionga noqonuniy kirishga urinib, temir to'siqlarni olib tashlab, xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka harakat qilgan. Jamoat tartibini saqlashga jalb etilgan xodimlarning tezkor va qat'iy choralari natijasida tartibbuzarlarning harakatiga chek qo'yilgan. Hozirda mazkur tartibsizlikni uyushtirishda gumonlangan barcha fuqarolarning shaxsi aniqlangan bo'lib, ularning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Videoda huquqni muhofaza qilish organlarining niqobli xodimlari tayoq bilan fuqarolarni urganini ko'rish mumkin. Bunga javoban ular organ xodimlariga qarata qo'llaridagi narsalarni uloqtirgan. Futbol o'yinida Farg'onaning Neftchi jamoasi 2025-yilgi O'zbekiston Superligasi mavsumida chempionlikni muddatidan avval qo'lga kiritdi. Vitaliy Levchenko boshchiligidagi jamoa musobaqa yakuniga bir tur qolganda Qizilqum ustidan qozonilgan g'alaba evaziga 24 yillik tanaffusdan so'ng mamlakat chempioniga aylandi. Zelenskiy bor kuchi bilan jang qilishda davom etadimi? Tramp agar Zelenskiy uning tinchlik rejasiga rozi bo'lmasa, unda bor kuchi bilan jang qilishda davom etishini aytdi. Shuningdek, Tramp AQSh tomonidan taklif qilingan tinchlik rejasi Ukraina uchun yakuniy taklif emasligini bildirgan. Men tinchlikka erishishni istayman. Biz bunga nuqta qo'yishga harakat qilyapmiz. Qanday bo'lmasin, biz buni to'xtatishimiz kerak, deya qo'shimcha qildi AQSh prezidenti. AQSh yaqin kunlarda Venesuela prezidentini hokimiyatdan ag'darishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari. AQSh yaqin kunlarda Venesuelaga qarshi operatsiyaning yangi bosqichini boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda AQShning 4 nafar rasmiysiga tayanib Reuters xabar qilgan. Yangi operatsiyalarning aniq vaqti, ko'lami, shuningdek, AQSh prezidenti Donald Trampning bu borada yakuniy qarori ochiqlanmagan. So'nggi haftalarda AQShning harbiy kuchlari Venesuela bilan munosabatlarning yomonlashuvi fonida Karib dengiziga joylashtirildi. Bu esa Venesuelaga qarshi harbiy harakatlar yaqinlashib kelayotganidan dalolat bermoqda. AQSh rasmiylaridan 2 nafariga ko'ra, Venesuela prezidenti Nicolas Maduroga qarshi operatsiyalar dastlab maxfiy tarzda o'tkazilishi mumkin. Tramp ma'muriyatining yuqori martabali amaldori Venesuela masalasida hech qanday variant istisno qilinmayotganini bildirgan. Prezident Tramp mamlakatimizga giyohvand moddalarning kirib kelishini to'xtatish va aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun Amerika qudratining har bir elementidan foydalanishga tayyor, dedi amaldor ismi sir qolishi sharti bilan. AQSh Maduro hukumatini Amerikaga narkotika yetkazib berishda ayblamoqda. Venesuela prezidenti esa bu da'volarni rad etmoqda. Ayrim rasmiylar Maduroni hokimiyatdan ag'darish ehtimoli ham ko'rib chiqilayotganini aytdi. 2013-yildan beri hokimiyatda bo'lgan Maduro, Tramp uni hokimiyatdan chetlatmoqchi ekanini, Venesuela fuqarolari va harbiylar bunday urinishga qarshilik ko'rsatishini ta'kidlagan. AQShning tinchlik rejasi qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bu haqda Yevropa yetakchilarining qo'shma bayonotida ma'lum qilindi. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tayotgan G20 sammitida Ukrainaning Yevropadagi ittifoqchilari AQSh tomonidan taklif etilayotgan tinchlik rejasini muhokama qildi va uni jiddiy qayta ishlashga muhtoj deb atagan qo'shma bayonotini e'lon qildi. Biz chegaralar kuch bilan o'zgartirilmasligi kerak degan prinsipga qat'iy rioya qilamiz. Shuningdek, Ukrainani kelajakdagi hujumlar oldida zaif holda qoldirishi mumkin bo'lgan Ukraina qurolli kuchlariga qo'yilgan taklif etilayotgan cheklovlar bizni xavotirga solmoqda, deyiladi Yevropaning yetakchi davlatlari, shuningdek, Kanada va Yaponiya rahbarlari tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda.